Dünyanın her qaysı dövlətlərində yaşaydigan Uyğurlar Roza Eidni qızğın kütüb aldı. Musulmonlarning eng cho'ng bayramlaridan biri bo'lgan Roza Eid har yili bir oy davomlashgan Ramazonning oxirlashishi bilan yetib keldi. Bu yilgi Roza Eid 30 martga to'g'ri kelgan bo'lib, dunyoning har qaysi davlatlarida yashaydigan Uyg'ur jamoatlari bu Eidni inoq o'mlik ichida duo tilovat va o'zaro yo'qlashlar orqali ko'ngilli kutib oldi. Amerikaning Uyg'urlar eng ko'p o'ltiraqlashgan Virjiniya shtatidagi Uyg'ur masjidida jamoat saharda yig'ilib Eid namozini birga o'qidi. Imom namozning oxirida duoga qo'l ko'tarib, vatandagi Uyg'urlarga erkinlik va zulmga xotima, shundaqla muhojiratdagi jamoatga sabr va inoqlik tildi. Namaz oxirlashgandan keyin masjidning oldidagi maydonda Uyg'ur bozori ochilib, o'pka yesib, non samsa, kebab, manti qatorliq taomlar naq maydonda pishirilib setildi. Jamoat mazlik taomlardan huzurlangach, Eid shodligi bilan samo usuliga ishtirok qildi. Bu Roza Eidni Amerikadan boshqa yana Kanada, Yevropa, Turkiya, Avstraliya va O'rta Osiyodagi Uyg'urlarmi qizg'in tantana bilan kutib oldi. Avstraliyaning Adelaide shahridagi Uyg'urlar maraka zaliga yig'ilib qizg'in holda Roza Eid faoliyatiga qatnashdi. O'rta Osiyo davlatlarida yashaydigan Uyg'urlar bo'lsa, ko'ch-ko'chlarda nag'ri sunaylarni chilib, bayram kayfiyatini texmo yuqori pallaga ko'tardi. Uyg'urlar 1000 yildan beri tabriklab kelayotgan bu Roza Eid bu qitim Xitoy hukumatining qattiq bisim bilan Uyg'ur diyorida tabriklanmagan. Xitoy matbuotlari Uyg'urlarning bu Eidni kutib olganligi to'g'risida asosan xabar bermagan. Uyg'ur xalqining bu yilmi ro'za tutishi cheklanganligi, Ramazon jarayonida majburiy emgakka zo'rlanganligi, hatto tushlik tomoq yeganimi rasm va video tartib doklad qilishga majburlanganligi radiomiz tarafidan dalillangan edi.